Hammaga salom. Bu videoda men Minecraftda yarimta jon bilan yashab qolishim kerak. Hello do'stlar, xo'sh do'stlar, bugungi videoda sizlar bilan birgalikmiz. Minecraftda ya'ni nima deydi, yarimta jon bilan yashab qolishimiz kerak. Qilmasam ketdik. Hozir biz videomiz boshlangan joy oldida sunduq bor ekan. O'sha sunduqdan narsalar olamiz va bolalar undan keyin esa daraxtdan narsalar kovlab pastga tushib oladi. Mana bolalar biz daraxt kovlashga keldik. Mana endi sezagan daraxtlar kovladik birlikda bilan o'shalarni endi hozir verstaga solishimiz kerak-da. Hozir endi verstaga yasaymiz va verstadan keyin albatta yana kovlaymiz hozir. Kovlagandan keyin bolalar pastga tushib ketamiz. Bolalar xohlasam sekin time-lapse ko'rasizlar. Bolalar bizga xorijiy sekin tosh kovlab kuchamiz. Endi biz mana bolalar videomizga yakun yashaymizga yoqqansa like qo'yinglar va kanalimizga obuna bo'linglar va bolalar keyingi videolarda ham zo'r video chiqaramiz va bolalar videomizga obuna bo'lib shuning uchun keyingi videolarga ko'rishguncha